Rahman aka 1 metr cimiz götür ol жүгүрүп жүрөт ары бери мексик таппай. Assalomu alaykum. Hurmatli qonoqlar, hurmatli bugungi konsertimizning qadrli mehmondlari, To'xtatsangiz, berkasangiz. Otam sizga ne dedilar? Ne dedilar? Ko'p narsa aytdi, Rahman aka unutib qoldi. Tuna ramkadan chiqmay söyle dedilar. Ana niye? Geçip qo'ysin. Uçuraşlardan ramkadan çıkmadı mı? Ramkadan düşünüyorum kaldı mı? Burada men erkin demokratiyalı söz erkinligi bar mamlakatda yashab juram deb aytayapman, to'g'ri ko'tarib oldi qarab öyle. Sen anday etkende. Hatırlat karma durup ramkaya sal koyuştu. Ramkadan çıkmayın. Nima, birinchi shunday jig'ach ramkaning ichida beretganda jig'ach ramkaning ichiga kirgizib qo'ygan. Ana bu qadar ko'rmay qolsam bunday plastik ramkaning ichiga kirgizib qo'ygan. Ana og'ada ko'rmay o'tirgan bo'lsa anangdan o temir ramkaning ichiga kirib qo'yishgan. Biroq normal. Nima aytam degan kishi shunday ramkaning ichida aytib qo'yadi, menga bari o'sha yerda turadi. Sirma qaynarken qanamayın kirayada. Sirma qo'yib bir ramkaning ichiga havo qo'ydim men.